Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iziston o'sharin tug'undari jana mehmonlari. Sizlarga bugun mana bismillah deb atalgan kafeni ochilishini chaqiramiz. Kelaverasizlar jigarlar, ochildik biz. O'zi ochilmagan, yopilmagan edi. Ochilganmiz, ishlayapmiz, iddalchi bo'lish istaymiz. Glaniy narsa men sizlarga hozir bu joyimizni adresini sirasiz aytib qo'ying. Shashlarimiz bomba, akalar, bomba. Bismillah kafemizni adreslarini aytaman. Через lokatsiya orqali keladigan bo'lsanglar, Alukulova 1 deysizlar. Endi men sizlarga bo'lsa mana nima edi? Orientirlarimizni aytadigan bo'lsak, Biradriga qarab mana Yugoslav tomonidan chiqib kelyapsizlar, Biradriga qarab kelayotganlarda Alato magazini bor. Ashunga yetmasdan chap qo'lda mashina men o'zim kutib olyapman, do'stlar, jigarlar. Hammaga tashab qo'yinglar, esdan chiqmasin. Shoshli doda, shoshli doda. Buni qaranglar, bisetkalarni qaranglar, qayerda bor bunaqa joy, qayerda bor? Mana Shabadada soyda bo'yini ham ko'rsataman hozir. Mana bu yerdan qaranglar, atmosferani qaranglar, toza havo, daraxtlar. Yozgi kunida mashina kelib, mazza qilib jo'ralar bilan libbu ovqat deb qo'yib, menyuda yo'qotadi deb aytiraman hozir. Menyuni olsanglar mana qaranglar, nuggetsi deyapti, men tushunmayman buni. Shashligida nima chiqadi? 160 qilib deyapti akalar. Mana reba gobrishka deyapti. Baliq deyapti akalar. Buni ham 60-70 qilib ekan akalar. Bu odam ola. Salat 120 qara ekan. Nima kerak yarmo? Siplarda tabaka deyapti. Endi uni qoloti bor, qoloti yo'q ham olib berishaveradi akalar. Yo'qsa. Qaranglar, ovqatlar lama, masala, chuchvara, kazakskiy, molti, va tovuq somsa, yo'q, oshqo somsa ham bor kerak jigarlar. Kelaveringlar. Bu menyuda qanday sig'magani bu deyapti. Sig'magani. Kelinglarmi ko'ramiz bazasi. Ikkinchi etajdan pastga birinchi etajga shunday tushsanglar, bu yerda ham mana ko'ryapsizlar, yopiq semenli oilalar uchun ham mana bu pardani yopib qo'yib o'tiraverasiz. Bu suvni shovqinini eshityapsizlarmi? Suvni shovqini, akalar, jo'ralar bilan kuyov qoshliga men nai kelaverasizlar, bolalar, opalar, kennelarimiz, baliq deysizlarmi? Shashli deysizlarmi? Osh deysizlarmi? Ko'kat osh deysizlarmi? Hammasini qilib berishadi. Salatlarni qaranglar, montlarni qaranglar, o baliqni qaranglar, baliq sezon tugadi bo'lmasa. O salatlarni qaranglar, mon salat qaranglar. Men vofin ko'rmaganman, jigarlar. Hozir telefon nomerlarini aytaman. Zakaz qilsanglar bo'laveradi. Aytaman, kuyoq oshdi ham, ziyofat ham, osh ham hamma yo'q, mashina o'taveradi akalar. Srochni yozinglar nomerini. Bu Bismillah kafemizni telefon nomerlarini yozib olinglar. Telefon qilib joy oldirib qo'yasizlarda 0556 bilan 99 09 14. Qaytaraman. 0556 bilan 99 09 14. Kelaverasinglar, joylar bor, chaylar bor. Barcha bor, bari tug'andar. Boshqalarga ham jo'natib qo'yinglar. Assalomu alaykum,